Assalomu alaykum, qadrdon aka-ukalar hamda YouTube kuzatuvchilari, Real mavzuning ashaddiy muxlislari. Mana bugun aziga video suyankanimiz dolalarda bo'lyapti, eng katta dolalar. Ham degani Petrushka. Bundan 3 yil, 4 yil oldin ham shu Real mavzuning o'zida o'sha reklama qilib boryapmiz. Shu Vodiy tomon, Voha tomon Toshkentlik akalar, ukalarni hammalarini hamkorlikka chaqirib qolamiz. Shu Real mavzuning ashaddiy muxlislari uchun addenni suyankalarimizni yana taqdim etmoqdamiz va bugungi sanamiz mana 26 sentyabr hamda 2025-yil. Mana bemalol ko'katlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'katlarning bir suyankasini ko'rdingiz. Bu ko'katimiz o'pcha hisoblab ko'rsa 3,5 gektar, 4 gektar joyigacha 5 gektar yer maydonni egallab turibdi. Bu gektarimizda buning birinchi o'zimi bo'ldi 5-sentyabr. Hozir ob-havo normalniy kelgani 25-30 gradus normalniy kelgani uchun bu ko'katning ikkinchisi uzog'i 20 kunda tayyor bo'ldi. Mana bu ko'katni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hozir ko'rsatib o'taman yana bir bor. Mana ko'ryapsiz. Mana bemalol ussa bo'ladi. Mana sizlar ko'rib turibsiz qanday siyrakdan kelgan, qanday normalniy ko'katlar bo'lib turibdi. Mana ko'ryapsiz, buning birinchi uzumi qanday uzilgan. Oxirida qolib ketgan mayda-mayda o'zaklar qolib ketgan, ular qolib ketdi endi. Mana ikkinchi uzumiga bular gektariga 600 kg, 700 kg ammiachniy selitra yeydi. Sizga keyingi dasturlarimizda poliyam uzilganini hozir 1-2 soniyada sizga taqdim etib ko'rsataman. Mana sizga va'da qilganimdek, qo'shni dolaning qo'shnimiz uzgan. Mana bu adashmasam 1,5 gektar maydonda eng uzoq bilan 1 hafta bo'ldi uzganiga. Sizga videosini uzilgan jarayonni ko'rsatib berdim sizga. Mana bu ko'kat. Endi bu bilan oktyabrning 15-gacha обязательно tayyor bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Videochi kamerachi iltimos qilaman. Mana yegan ammiachniy selitrasi bilan turibdi. Endi bu deganim sababi shu Rossiyaning, qaysi Yevropaning kim bo'lsa ham aka-ukalarimizni agar bu qoladigan bo'lsa hamkorlikka chaqirib qolamiz, eksport importga. Mana ko'katlarimiz bemalol tayyor. Mana bemalol kelib shu Real mavzuda обязательно telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Mana bemalol aloqa qilinglar. Biz hamisha elning xizmatida. Telefonimiz 24 soatimiz 25 soat aloqada bo'lamiz. Hammalaringizga rahmat. Oqshomlaringiz xayrli bo'lsin. Ishlaringizga omad deb qolamiz.